Assalomu alaykum. Всем добрый вечер. Kechagi mashinamiz vaqtim bor deb просто videoga olib qo'ydim. Tak полностью pollar yuvilib, qo'ldan kelgancha buni originallik qilib chiqardik. Mana bu yerda aybi bor edi polida. Nexia 1-2da tekan kasal bor, gidravlika moy uraveradi sanligidan. Buni ham qilindi, boshqa bar qo'yildi. Rul kстати, tarpetgan anaqasi ham tashladi. Mana ahvol, buni umuman qo'pol bo'lib qolgan. Boshqa talab perishit qilib berdim uni. Kraskalarni hamma shubkalar. Mana bu yerda sal nito joyi bor edi, mayli sal yopishtirildi. Bunaqasi yo'q. Shubkalar kraskalandi. Bagajlar yuvildi. Qo'ldan kelgancha. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqadamizda. Bunga sideniya почти hech balo qilinmaydi. Chexol yangi chexol qo'yiladi, bo'ldi, yuvilmaydigan bo'ldi. Chexol qo'yiladi. Ko'ramiz, agar shopir tomonga gubka olib kelishadigan bo'lsa, shopir tomonda orqa spinkasi gubkasida aybi bor, temirga chiqib qolgan. Или uni ham yana restavratsiya qilaman. Charchamanglar, всем удачи. Vaqtida tozalattiringlar. Ha, ketgancha. Ko'rsatdik-yo, ayoqda moy uradi mana sanligidan. Dumaloq tegidan moy uraveradi. Gidravlikali rulda. Nexia 1-2da tekan kasali bor. Gubkasiga o'tib ketadi. Gubkadan keyin hech balo qilib bo'lmaydi. Charchamanglar. Salomat bo'linglar. Tarpetkalar ham qo'ldan kelgancha qilingan. Tozalanib, patololari idealni chiqarilgan. Charchamanglar. Всем удачи.